Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerini kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerini huzuruna sunuşturacağız. Qanamsiz diqqatinglar ekranımız olsun. Xitoy Amerikaning Uyg'ur siyosiy qonun loyihasiga inkas qaytardi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi 29 may kuni Amerikaning 2020 yillik Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonun loyihasiga inkas bildirib, Uyg'urlarning kishilik huquqini dafsanda qilayotgan Xitoy amaldorlarini jazolash to'g'risidagi mazkur qonun loyihasini Xitoyning terrorlikqa qarshi turish tirishchanligini qarlig'anlik deb aybladi. Mazkur qonun loyihasi 27 may kuni Amerika Avam palatasida biriga qarshi 413 ovozning qo'llashi bilan ma'qullanib, Prezident Trumpning imzolashiga sunilgan edi. Bu Xitoy rejimining mazkur qonun loyihasi ma'qullangandan beri tunji qatim uningga inkas bildirishidir. Reuters agentligining xabar qilishicha, Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian 29 may kuni Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonun loyihasini ayblab, bu qonun Xitoyning terrorlikqa qarshi turish tirishchanligiga ochiq oshkora qora chaplaganlik, shundaqla Xitoyning ichki ishlariga og'ir darajada aralashganlik degan. Reuters agentligining bildirishicha, Zhao Lijian yana Amerikaning Uyg'ur masalasini ko'zir qilib, Xitoyning ichki ishlariga aralashishni to'xtatishni talab qilgan. 2020 yillik Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonun loyihasida Amerika hukumatining 180 kun ichida davlat majlisiga Sharq Turkistonning vaziyati haqida dokument sunishi, rayonda kishilik huquqni dafsanda qilayotgan atalmish Uyg'ur Abnum rayonlik partiykomining sekretari Chen Quango boshchiligidagi Xitoy amaldorlariga qarata jazolash tadbirlarini yurgizishi talab qilingan. Trump Xitoyga qarata bir qator alohida qarorlarni e'lon qildi. Anadolu agentligi xabarida bildirilishicha, Amerika prezidenti Donald Trump Xitoy doiralariga qarshi yo'lga qo'yilgan tadbirlarni e'lon qilish uchun Oqsaroyda muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazdi. Trump yig'inda Dunyo sahyo tashkilotining vazifasini haqiqiy turda ijro qilmaganligi uchun Amerikaning bu tashkilot bilan munosabatini o'zgarligini e'lon qildi. Donald Trump so'zida Xitoyning uzun yillardan buyon Amerikadan foydalanib kelayotganligini, buning Obama davridan tortib boshlanganligini aytib o'tdi. U yana Xitoy Dunyo sahyo tashkilotiga Xitoy virusi to'g'riliq aniq ma'lumot bermadi. Dunyo sahyo tashkiloti bo'lsa, davomli taraqqiy qilayotgan davlatlar qatoridagi Xitoyning manfaati uchun xizmat qildi. Xitoyning Dunyo sahyo tashkilotida mutlaq hukmronlik o'rni bor. Xitoy Dunyo sahyo tashkilotiga besim ishiltib, dunyoni vaqtida Xitoy virusining oldini olishdan qaymoqtirdi. Amerika Dunyo sahyo tashkilotiga har yili 450 million dollar atrofida pul beradi. Ammo Xitoy faqat 40 million dollar beradi. Biz Dunyo sahyo tashkilotidan umumyuzlik islohot yurgizishni talab qildik. Ammo ular tadbir qo'llanmadi va bizni rad qildi. Shuning uchun biz Dunyo sahyo tashkiloti bilan munosabatimizni o'zimiz bu tashkilotga beradigan yordam elish shartini to'ldirgan muhim sahyo tashkilotlarga avatib beramiz deganlarni bildirdi. Trump so'zini davomlashtirib, Amerika Xitoy bilan davomli ochiq yo'riq bo'lishga ahamiyat berdi. Ammo Xitoy davomli Amerika va boshqa davlatlarga bergan va'dasida turmadi. Amerika o'zining xalqaro manfaatini qo'g'dishi kerak. Xitoyning bunday ko'zbo'yamchiligiga davomli sukut qilib tura olmaydi dedi. Trump yig'inda yana Hong Kongning alohida imtiyozini rasmiy bekor qilganligini jakarladi. 1992 yil tuzilgan Amerikaning Hong Kong siyosiy qonuniga asosan, Amerika Hong Kongni moliya, savdo va ko'chmanlik jihatdan alohida imtiyoz bilan ta'minlab kelgan. Ammo Xitoy doiralari yaqinda e'lon qilgan Hong Kong nusxasidagi davlat xavfsizlik qonunini turg'izish plani xalqaro jamiyatning tanqidiga uchragan va Hong Kongning yuksak avtonomiya huquqi dafsanda qilindi deb qaralgan. Bulardan sirt tunugun Trumpning Uyg'urlar haqidagi qonun loyihasiga imzo qo'yishi mumkinligi faraz qilingan bo'lsa-mu, Trump bu haqda hech qanday to'xtalmadi. Kuzatuvchilar Trumpning bu qonun loyihasiga qisqa vaqt ichida imzo qo'yganligini bildirishmoqda. Xitoy Tayvanga qarata tahdid soldi, Amerika inkas bildirdi. Xitoy doiralari Hong Kongga aloqador davlat xavfsizlik qonunini chiqarish haqida qaror chiqarib, xalqaroning noroziligini qo'zg'agandan keyin yana Tayvanga qaytadan tahdid soldi. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, Xitoy doiralari 29 may kuni atalmish davlatni parchalashga qarshi turish qonunining 15 yillik suhbat yig'inida Tayvanni qaytadan ogohlantirib, Xitoyning Tayvanni qaytarib olish uchun qurol kuchi ishlatishdan azaldan voz kechib boqmaganligini ta'kidladi.
Amerika Beşburcaklik bino amaldori buningga inkos qaytarib, Amerika harbiy qismining turli to'qinishlarga tayyorligi borligini, agar Shi Jinping harbiy harakat qo'llanish haqida buyruq tushirsa, buyruqni ijro qiluvchilarning yaxshi o'ylanishi kerakligini bildirdi. Trump Amerikadagi Xitoy shirkatlarini tekshirish buyrug'i tushirdi. Fransiya xalqaro radiosining 29-maydagi xabarda bildirilishicha, Trump prezident xizmat guruhiga tekshirish buyrug'i chiqarib, Amerikaga mablag' solg'uvchilarni qo'g'dash maqsadida Amerika bozorlarida savdo qilayotgan Xitoy shirkatlarining pul muomala tarmoqlari va boshqa shirkatlarni tekshirish kerakligini, Xitoy shirkatlarining xaridorlarga yoshirin xatiri borligini, qoida nizomlarga uyg'un ijozatnomasi bo'lmagan Xitoy shirkatlarida bunda xatarning mavjudligini, Amerika xalqining odillik va ochiq oshkora bo'lishini talab qilishga huquqli ekanligini ta'kidlagan. Ma'lum bo'lishicha, Amerikada paycheki bozoriga mablag' solgan Xitoyga tava 156 shirkat bor bo'lib, bularning ichida kam deganda 11 shirkat Xitoy doiralariga tava korxonalar ekan. Amerika parlamenti Amerika Xitoy iqtisod va bexatarlik tekshirish komitetining doklatiga asoslanganda, Xitoyning mazkur shirkatlarining umumiy mablag'i 1 trillion 200 milliard dollar ekan. Yaqinda Amerika Kengash palatasi bilan Avam palatasi bilet tashlash orqali qaror chiqarib, Xitoy shirkatlarining Xitoy kommunistlarining kontrolligida emasligini isbotlashni, Amerikaning moliya nizomlariga rioya qilishi kerakligini, agar talab bo'yicha ish ko'rmasa, Xitoy shirkatlarining savdo ruxsatining amaldan qoldirilganligini talab qilgan. Xitoy vatanimizda yillik mahsuloti 6 million tonnaga yetadigan ko'mir kon ochdi. Xitoy radiosi to'rining 28-may Beijingda bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy doiralari 5-oyning 27-kuni vatanimizning Sharqiy Jungar iqtisod texnik taraqqiyot rayonida yillik mahsuloti 6 million tonna bo'lgan ko'mir kon ochganligini, mazkur konning Xitoydagi muhim ko'mir ishlab chiqarish rayoni bo'lish sifati bilan kasbning markazlashish darajasini yanama o'stirib, ko'mir ishlab chiqarish o'rinlashtirmasini kuchaytirganligini bildirdi. O'tgan yildan buyon Xitoyning ko'mir ishlab chiqarish qurilmasining tengshilishiga ergashib, Sharqi Turkiston, Sanshi, Shanshi, Ichki Mo'ng'ul, Ningxia qatorliq joylarning ko'mir mahsuloti sijil oshgan bo'lib, navbatda Sharqi Turkistonda yillik mahsuloti 300 ming tonnadan tuvan bir turkum ko'mir konlar taqilib, bexatar, yuqori unumlik, cho'ng tipdagi ko'mir konlarning ishlab chiqarish iqtidori texmi o'stirilgan. Navbatda Sharqi Turkistonning Xitoy e'lon qilgan mo'ljardagi ko'mir boyligi umumiy miqdori taxminan 2 trillion 200 milliard tonna bo'lib, butun Xitoyning 40%ni egallaydi. Yaqinqi yillardan buyon boshqarish tuzilmasi islohotining uzluksiz cho'nqurlashishiga ergashib, Xitoy korxonalar ilgari keyin bo'lib vatanimizga yerlashmoqda va vatanimizni talon-taroj qilishni davomlashtirmoqda. Trump Xitoydan hisob so'raydiganligini bildirdi. Amerika prezidenti Donald Trump 29-may juma kuni o'zining maxsus Xitoy haqida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazganligini jakarlagandan keyin butun dunyoning diqqati mazkur yig'inga markazlashgan edi. Trump tunigun juma kuni tushdan keyin soat 2:30 dan oshganda muxbirlarning oldiga chiqib, Xitoy rejimining bugungacha Amerika va dunyo bilan bo'lgan siyosiy va iqtisodiy munosabatlardagi pozitsiyasini, Xitoy virusi yuqumini yoshirib, dunyoda millionlagan kishining o'limiga yo'l ochganligini va shundaqli Hong Kongni qaytirib olganda qilgan va'dasiga xiloflik qilib, Hong Kongning muqimligini buzganligini qattiq tanqidladi. U Xitoydan bularning hisobi so'rilishi kerakligini ta'kidladi. Shundaqli tövandagi muhim 3 nuqtani jakarladi. Birinchidan u Amerikaning Xitoyning cho'nqur ta'siri ostida qolgan Dunyo sahiya tashkiloti bilan bo'lgan munosabatini o'zib, uningga berib kelayotgan fondni boshqa sahiya xizmatlari uchun sarf qilganligini, ikkinchidan Amerika fan texnikasini qo'g'dash uchun belgilik Xitoy o'quvchilarining Amerikaga kelib o'qishini cheklaydiganligini, uchinchidan Hong Kongning bir davlatda ikki xil tuzumlik salohiyatini bekor qilib, Hong Kongga tunilgan savdo afzalliklarini bekor qildiganligini jakarladi. Amerikadagi tunilgan Xitoy ishlari tadqiqotchisi Gordon Chang Trumpning og'zidan chiqqan yuqoridagi 3 nuqtaning intayin muhimligini bildirib, "Mencha prezident Trump bugun Xitoyga qarshi nihoyat keskin harakat qildi. Uning yuqoridagi bu 3 qarori bu jihatda besilgan nihoyat muhim qadam bo'lib hisoblandi. Ular shundaqla zarur bo'lgan qadamlardir. Men bugun Xitoyni intayin bearam bo'ldi deb qarayman" dedi. Amerika-Xitoy munosabatlari savdo ixtilofi, Xitoy virusi va Xitoyning kishilik huquq masalalari tufaylidan tarixdagi eng yirik mazgilni boshdan kechirmoqda. Bir qism kuzatuvchilar prezident Trumpning bugungi yig'indan keyin
Amerikaning Xitoydan ayrilish bosqichining boshlanganligini bildirishmoqda. Gordon Chang apandi bu haqda to'xtalganda Amerikaning Xitoydan ayrilishi allaqachon boshlandi dedi. U mencha Amerika Xitoydan ayrilishni boshlagani xili bo'ldi. Bugun Trump o'zining Amerika davlatini qo'g'dash yo'lida endi Beijing bilan kari bo'lmaydiganligini nihoyat unumli holda ifodaladi. Uning bugungi bayonoti ahang jihatdan olgandimi intayin keskin va muhim edi. Mencha Beijing bugun Amerikaning o'zlaridan texmi yiroqlashadiganligini tushundi. Endi Xitoy bilan aloqa o'rnatish yo'q. Xitoy kompartiyasiga yordam qilish yo'q. Xitoy uchun hamma narsa oyoqlashdi. Gordon Chang apandi so'zida yana hozirgi bu vaziyatdan qaraganda agar Xitoy taraf suhbatlashishni talab qilgan taqdirdami ijobiy suhbat elib berish ehtimolligini intayin tuvan deb qaraydiganligini eskartdi. U Amerikada biz Xitoyga yordam qilishimiz kerak deydigan tushuncha o'zgardi. Xitoy hozir ilgari duch kelib boqmagan bir Amerika prezidentiga yo'liqdi dedi. 2 kun ilgari 27-may chorshanba kuni Amerika Avam palatasi 2020-yillik Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonun loyihasini birga qarshi 413 ovoz bilan ma'qullagan edi. Amerika Kengash palatasi bilan Avam palatasining birdek ma'qulligidan o'tgan mazkur qonun loyihasi oxirgi qadamda Prezident Donald Trumpning imzo qo'yishiga sunildigan bo'lib, butun dunyodagi Uyg'urlar ham shundaqla Uyg'urlarning vaziyatiga izchil diqqat qilib kelayotgan barliq kishilik huquqni yoqilg'uvchi kishilarning hammasi Prezident Trumpning Uyg'ur kishilik huquq qonunini tezroq imzolashni taqozolik bilan kutmoqda. Garchi bu yig'inda Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonun loyihasi tilga ilinmagan bo'lsa-mu, biroq Gordon Chang apandi Prezident Trumpni buningga cho'qim qo'l qo'ydi deb qaraydiganligini bildirdi. U so'zda men Prezident Trumpni Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonuniga cho'qim qo'l qo'ydi deb qarayman. Chunki shundoq ifodalar bor. Uning ustiga bu qonun biriga qarshi 413 ovoz bilan ma'qullanganligi uchun Prezidentning imzosi bo'lmay turibmi qonun bo'lib ijro qilindi. Ammo Prezident Trumpning uslubi bunday emas. Shunga men uni bu qonunni o'zi bevosita imzolaydi deb qarayman deganlarni bildirdi. Xitoy Hong Kong davlat xavfsizlik qonunining sababchisining Amerika va Angliya ekanligini bildirdi. Fransiya Xalqaro radiosining 29-maydagi xabarda bildirilishicha, Xitoyning Birlashgan Millatlar Tashkiloti turishliq doimiy vakillar o'miki Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi yig'inida Hong Kong nusxasidagi davlat bexatarlik qonunining sababchisi Amerika bilan Angliya ekanligini bildirdi. To'rda o'tkazilgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashining g'ayri-rasmiy yig'inida Amerika va Angliya Xitoy ma'qullagan Hong Kongga aloqador davlat xavfsizlik qonuni bekitish haqidagi qarordan andisha qilayotganligini bildirib, Xitoyni bu masalaga javob berishga hamda bu qarorini amaldan qoldirishga chaqirgan. Xitoyning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakili Zhang Jun javob berib, Hong Kongni suiiste'mol qilib, Xitoyning ichki ishlariga aralashmoqchi bo'lgan har qanday urinishning mag'lub bo'lganligini, xavfsizlik kengashi yig'inida muzokara qiladigan nurg'un masala bo'lsa-mu, Amerika bilan Angliyaning yanada Hong Kong masalasini o'ttirg'a chiqarganligini, xavfsizlik kengashi Amerika bilan Angliya o'ttirg'a qo'ygan taklifda birdaklikka kelolmaganligi uchun g'ayri-rasmiy yig'indala o'ttirg'a qo'yganligini, shu sababli Amerika va Angliyaning bu masalada natijaga erisholmaganligini bildirgan. Zhang Jun javobida yana Amerika va Angliyaning Hong Kongning ishlariga aralashganligi sababli Xitoyning Hong Kong nusxasidagi davlat xavfsizlik qonunini yo'lga qo'ymoqchi bo'lganligini ta'kidlagan. Aya Sofiyada Fatih surasi o'qildi. İstanbulning fathi qilinishining 560-yillik xotir kuni munosabati bilan Aya Sofiyada Fatih surasini o'qish murosimi o'tkazildi. İstanbul tunugun 29-may juma kuni tarixiy sahnalarga shohid bo'ldi. Osmanlı imperiyasining 7-podshohi Fatih Sultan Mehmet 1453-yili İstanbulni fath qilgandan keyin tunji juma namozi o'qigan Aya Sofiyada o'tkazilgan Fatih murosimida Fatih surasi o'qildi. Murosim uchquchsiz havo apparatlari tarafidan suratga elingan bo'lib, Fatih Sultan Mehmetning İstanbulni fath qilayotganda paraxodlarni quruqlikdan qo'zg'atgan yo'llardan o'tib, Aya Sofiyaga yetib borgan ko'rinishlarning ko'rsatilishi bilan boshlandi. Fatih Sultan Mehmetning uda 54 kun davomlashgan muhosiradan keyin İstanbulning 1453-yili 29-may seshanba kuni fath qilinishidan keyin tunji juma namozi o'qilgan Fatihning simvoli Aya Sofiyada Fatih surasi tilovat qilindi. Ondan birlikda duo qilishga Cumhur Rais Rajab Tayyip Erdo'g'an mujur bo'ldi. Video konferans vasitasi orqali Turkiya xalqiga xitob qilgan Erdo'g'an, islomdagi Fatih harakatining vayron qilishning emas, gullantirishning,
buzg'unchilikning emas avod qilishning, zulmning emas adolatning, nomussizlikning emas isil fazilatning, nafratning emas muhabbatning simvoli ekanligini ta'kidladi. Erdo'g'anning nutqidan keyin Aya Sofiyaning oldiga qurilgan supida Istanbulning fath qilinishi temali xarita ko'rsatish marosimi o'tkazildi. Fath marosimi tarixiy yarim oroldagi Etildaq faoliyati bilan oxirlashdi. Marosim Cumhur Raislik Sarayi bilan Uchur aloqa ishlari boshqarmasining YouTube kanallari va ommaviy taratqulardagi sahifalardan, shundaqla televiziya kanallaridan naq maydondan tarqatildi. Türkiye'deki Xitoy virusining eng yangi ahvoli. Türkiye Cumhuriyeti Sahiyya Ministri Fahrettin Koca 29 may bir kun ichida Xitoy virusi bilan 28 kishining qazo qilganligini e'lon qildi. Fahrettin Koca kech soat 7da Türkiye'deki Xitoy virusi yuqumining eng yangi ahvolini e'lon qilib, virus bilan yuqumlandi deb gumon qilingan 36155 kishining tekshirilganligini, bir kun ichida yangidan 1141 yuqumlanuvchining ko'payganligini, buning bilan Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 162120 ga yetganligini, bir kun ichida 28 kishi qazo qilib, jami qazo qilganlarning 4489 ga yetganligini bildirdi. Sahiyya ministri yana davolanayotgan bemorlar ichida oxirgi 24 soatda 1594 nafarning salomatligining asliga kelganligini, 662 bemorning kasalining og'ir ekanligini, bundan keyin maska taqash, ijtimoiy munosabatlarda orliq saqlash tadbirlariga sal qarashga bo'lmaydiganligini, bu tadbirlarga hamma odamning amal qilishi kerakligini, yangi hayotning kontrolli hayot bo'lishiga diqqat qilish kerakligini bildirdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Atigi xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Allohga topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.